Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz Marhamat tumaniga keldik. Bugun bozorga darvozalar haqida ma'lumot beraman. Bu darvozamiz 1.3 darvoza. 3x3 razmeriga bo'lgan, kvadratini 600 ming so'mdan qilib berdik. Bu darvozamiz 1.3 lista bo'lgan. Profillari 6x4. Taylari Schweller, stoykalari 8x8 profilda bo'lgan. Birinchi qavati 1.3, ikkinchi qavati nijavekasini sinmaydigan, yonmaydigan nijavekada qilib berganmiz. Buni kvadrati 650 ming. Bu fason qo'l mehnati 1.3 lista bo'lgan. Bu darvozamiz kvadrati 650 ming so'm. Materiallari qalin, profillari 5x3, 8x6 taylari Schweller. Bu darvozamiz kvadrati 550 mingdan 5x3, 8x6 taylari Schweller bo'lgan. 3.10 razmeri. Darvoza kaptesh fason. 1.8 lista bo'lgan. Kvadratlari 750 ming so'mdan olib beryapmiz. Bu darvozamiz 1.3 cho'tir fasonda bo'lgan, taylari Schweller, listlari 1.3, stoykalari 8x8 da bo'lgan. Buni kvadrati 650 ming so'm. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor.